Tomoni 12 santimetr bo'lgan kvadratga ikki qo'shni tomonlarning o'rtalarini o'zaro va kvadratning qarshisida yotgan uch tutashtiriladi. Hosil bo'lgan uchburchakka ichkisilgan doira radiusini toping. Demak, bizda ABC uchburchak hosil bo'ldi. Tomoni 12 santimetr kvadrat. Demak, C nuqta tomonni o'rtasi bo'lgani uchun uni teng ikki qismga ajratadi. B nuqta ham xuddi shu kabi. Kvadrat bo'lgani uchun bu burchagimiz 90 gradus. Dastlab uchburchak BDCdan BC tomonimiz 6 ildiz 2 ga teng. Xo'p, bu uchburchakni ASK uchburchagidan esa AC tomonimiz Pifagor teoremasidan 6 ildiz 5 ga teng. AB tomonimiz ham xuddi shu kabi 6 ildiz 5 ga teng. Ya'ni uchburchagimiz teng yonli uchburchak. Xo'p, demak, teng yonli uchburchakka asosga tushirilgan balandlik ham mediani ham sektorsiya bo'lgani uchun, demak, asosini 6 ildiz 2 ni teng ikki qismga ajratadi. 3 ildiz 2, 3 ildiz 2 dan h ga teng. Demak, dastlab uchburchak A1C dan to'g'ri burchali uchburchakdan balandligini topadigan bo'lsak, Pifagor teoremasiga ko'ra AC ni kvadrati minus A1C ni kvadrati. Hop, AC'imiz bizda 6 ildiz 5 ni kvadrati minus A1C'imiz 3 ildiz 2 ni kvadrati. Tenglik. Demak, 36 ko'paygan 5 minus 9 ko'paygan 2. 180 minus 18. 162 ga teng. Hop, demak, balandligimiz 2 ko'paygan 80 bo'lsak 9 ildiz 2 ga teng. Uchinchisi, ABC uchburchakka ichkisilgan aylanma radiusi 2s taqsim p formula orqali topiladi. 2 ko'paygan uchburchakning yuzi balandlik ko'paygan asosini yarmiga teng taqsim perimetri. Hop, demak, yon tomonlari 6 ildiz 5 qo'shilgan 6 ildiz 5 asosi 6 ildiz 2 ga teng. Surati 54 ko'paygan 2 mahraja 12 ildiz 5 qo'shilgan 6 ildiz 2. Hop, 6 ga qisqartirib olsak 18 taqsim 2 ildiz 5 plus ildiz 2. Surat mahrajini irratsionaldan qutqaramiz. 18 ko'paygan 2 ildiz 5 minus ildiz 2. Mahraji esa 20 minus 2. 18 bilan 18 chiqarib ketadi. Demak, javob ichkisilgan aylana radiusi 2 ildiz 5 minus ildiz 2 santimetrga teng ekan.